Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mashg'ulotimizda biz siz bilan birgalikda o'tkazgichli termorezistorlarning qarshiligini, temperatura bog'liqligini tajriba orqali o'rganamiz. Aziz o'quvchilar, tajribani boshlash uchun bizga kerak bo'ladigan jihozlar, demak, issiq suv, sovuq suv, termometr, ohmmetr, idish hamda o'tkazgichli termorezistor, ya'ni metalldan yasalgan. Dastlab ushbu termorezistorning qarshiligini o'lchab olamiz va natijani jadvalga qayd qilamiz. Demak, hozir o'tkazgichning qarshiligi 80 ohmni tashkil qilmoqda. Xonaning harorati 19,6 gradus tashkil qilmoqda. Endi idishimizga issiq suvni solamiz. Va bunga termometrni ham tushiramiz va termorezistorni ham tushirib qo'yamiz. Aziz o'quvchilar, ko'rishimiz mumkinki, hozir issiq suvning haroratini o'lchab olamiz. Biroz kutishga to'g'ri keladi, chunki termodinamik muvozanat yuzaga kelishi kerak. Demak, issiq suvning harorati 58 gradus tashkil qilmoqda. Termorezistorning qarshiligi esa 90 ohm tashkil qilmoqda, ya'ni 0,9 kilo ohm, 90 ohmga teng. Aziz o'quvchilar, endi idishdagi suvning haroratini pasaytirishga harakat qilamiz. Va kuzatamiz. Haroratni qayd qilamiz. Demak, aralashmaning temperaturasi tushib bormoqda. Demak, harorat hozirda ham 46,3 gradus tashkil qilmoqda. Demak, qarshilik bu yerda hozir tushishini kuzatamiz, chunki hali ham harorat yuqoriroq, chunki ya'ni metall termorezistorlarning qarshiligi, demak, harorat ozgina farq qilishi mumkin. Shu uchun demak idishda yana sovutishga harakat qilamiz idishdagi suvni. Ya'ni hali ham qarshilik 90 ohm tashkil qilmoqda. Yana sovuq suv solamiz. Aziz o'quvchilar, idishdagi suvning haroratini demak 21,8 gradusgacha tushiramiz va termorezistorning qarshiligi yozib olamiz. Ko'rib turganingizdek, termorezistor qarshiligi 77,5 ohmni tashkil qilmoqda. Ya'ni harorat tushishi bilan tushib bormoqda. Aziz o'quvchilar, mana demak termorezistorning qarshiligini yozib olamiz va haroratni ham yozib olamiz. Harorat 49 gradus tashkil qilmoqda Selsiy bo'yicha, qarshiligi esa 89 ohm tashkil qilmoqda. Endi idishdagi suvning haroratini tushiramiz, ya'ni sovuq suv solamiz va tajribani qayta o'lchaymiz. Aziz o'quvchilar, demak, ya'ni idishga sovuq suv solganda hozir ko'rib turganingizdek qarshilik tushib bormoqda. Ya'ni termorezistor sovuyotganda uning qarshiligi ham kamayib bormoqda. Ya'ni temperatura hozir 24,3 ni tashkil qilmoqda, ya'ni 24 gradusga yaqinlashmoqda. Qarshilik esa 81,2 ohmni tashkil qilmoqda. Ya'ni bundan ko'rib turishimiz mumkinki, termorezistorning qarshiligi harorat pasayishi bilan kamayib bormoqda. Aziz o'quvchilar, shunday qilib bugungi mashg'ulotimizda biz siz bilan birgalikda o'tkazgichli termorezistorlarning qarshiligini, temperaturaga bog'liqligini tajriba orqali o'rgandik.